yaxshi mavzuni ko'tardingiz-da, hozir tuproq tahlili o'tkazish mavzusida. Dori beramiz, lekin aslida yerga qanaqa dori kerakligini bilmaymiz. Nima uchun? Chunki uni tahlil qilmaganmiz-da. Biz ham boshida bilmagandik, agronom kelganda har bitta kartadan biz analiz oldik, topshirdik uni. Ma'lum vaqtdan keyin har bitta karta uchun bizga yerda tarkibidagi mineral to'yilgan to'g'risida bizga analiz qilib berdi. Shu aytdim, boya shunday kartamiz bor ekanki, u уже misol uchun qaysidir mineral уже to'yib bo'lgan, uni nabor berish kerak emas mineralda. To'yib bo'lgan, o'sha paxta hali ekin bo'lsa, solavergan yer bunaqa bo'lganda, yer mineral ichiga singib ketganda va to'yinib bo'lgan unga. Yer zaharlangan joylari ham bo'ldi bizda. Uni biz qaytadan yuvib, tozalab, o'sha har bittasi karta ishimiz biz haligacha. Ya'ni bizning qo'limizda shpargalka bor-da. Bu kartaga уже 150 kilo emas, 70 kilo solamiz. Chunki bir qanday foizi bor o'zini albom qilib berganmiz qo'limizga, chizmasi bo'yicha, o'sha bo'yicha ishlaymiz biz. Juda qulay. To'g'ri, xarajat qildik bir marta. Natijani oldik, lekin mineraldan biz millionlab iqtisod qilyapmiz. Hosildorlikni shu tuproq tahlili necha foizga oshiradi? Tomorqa yer egalariga nima uchun kerak yoki kichikroq tadbirkorlarga nima uchun kerak tuproq tahlili? Ular busiz ham ishlashi mumkinmi? Ishlash mumkin, lekin natija ular kutgandaqa yoki masalan bir xohlagandaqa natija bo'ladi. U ko'nib qo'ygan natijaga ular. O'sha haligacha borsangiz, "Men gektar 30 ton olaman, ololmayman" deydi. Uveradi, "Yo'q, olasan. Biz olyapmiz-ku." Lekin buning faktorlari bor. O'sha birinchisi tuproq tahlil albatta qilish kerak bu narsani. Chunki shunga qarab berish kerak. Chunki agar bu shundoq ham ko'p bo'lsa, yana qo'shib bersangiz, zaharlab qo'yasiz. Ko'cha stressga tushadi birinchidan, gulini to'kib yuboradi. Yoki masalan abortatsiya deymiz, tashlab yuboradi, meva tashlab yuboradi. Ana endi hozir yaxshi mavzuni ochdingiz, hosillar ko'paytirish. Bitta faktor juda ham ko'p, uni aksariyat ko'pchilik amal qilinmaydi. Mana birinchidan ko'chatxonadan boshlaymiz. Ko'chatxona tashkil qilish kerak. Ko'chatxonani. Albatta ko'chatxona kerak. U yerga bunday qilingan tuga uni mayda chiqadi ko'chatingiz. In vitro ko'chatlar haqida qanday fikrdasiz? Hozir in vitro laboratoriyalar tashkil qilinyapti-da, juda zo'r, juda yaxshi. Qani shunday ko'paysa, ko'chat yetarli bo'lsa, biz misol uchun 10 million ko'chat yetishtiramiz o'zimiz uchun, 10 million dona. Bir in vitro usuldan yoki boshqa o'zimiz oddiy o'sha issiqxona chiqaramiz biz. In vitro bizda hali yo'q-da. Endi kelyapti bizga. Biz hozir issiqxona chiqaryapmiz. Qisman vodda kasetada chiqaramiz. Agarda bo'kani, tomorqasini, yoshlarning yerini, dehqon xo'jaliklarini, sabzavot fermalariga ekaman desangiz, 150 million ko'chat kerak. Bo'ka tuman o'zida. Ehtiyoj katta deydi. Ehtiyoj katta. Biz 10 million o'zimiz yerga chiqaramiz faqat. O'zimiz uchun chiqaramiz. Qisman mana aholiga ham berdik. Ana hozir shundan boshlaymiz. Yerga chiqargan ko'chatingiz bor, keyin kacheta chiqqan ko'chatingiz bor, to'g'rimi? Ya'ni ekadigan paytingiz bor. Odamlar aytadi, mana biz yerga bunday duga qiladik, biz duga qiladi-da, istilmaydigan ya'ni u. Istilmaydigan, u maylarda ekan ko'cha chiqadi mayda. Biz 10-aprelda ekib olamiz ko'chatni. Qanchalik oldin eksangiz, shunchalik hosilni oldin olasiz. Vegetativ davri bor 100 kun. Hech kim uni o'zgartirmagan. 100 kun uni xohlaymiz o'tkazishingiz kerak buni. Kasetali ko'chat eksangiz, mana ikki kasseta ko'chat, kasetada bilasizmi, tegdan tomir bilan birga bo'ladi, grunt bilan birga bo'ladi, u stressga tushmaydi. Ekasiz, patet tomir otib ketadi, stressga tushirmas, ya'ni abortatsiya bo'ladi, gulni to'kmaydi. Gulni to'kish vaqt 50% hosilingiz degani bu. Yerga ekilgan ko'chatingiz 2 hafta stressga tushadi, ya'ni boshi egiladi, egiladi va ma'lum vaqt kerak, kam 2 hafta kerak joylashib, adaptatsiya bo'lishga. Chunki uni o'zining grunti yo'q, tomiri, quruq tomir bo'lgandan keyin yerda nima ko'p virus ko'p yerda. U paka virusga o'rganguncha vaqt ketadi. Ana endi hisoblangan, siz ekyapsiz, 10-aprelda ekib bo'lasizda, xonadonda mana bu bozorda chiqqan ko'chatlar mayda 5-6 larga chiqadi ko'chatlar o'sha. 1 oy vaqt yo'qotdingiz, 30 kun vaqtingiz ketdi. Qishloq xo'jaligida bir kun ham ahamiyatga ega. Bir kun ahamiyatga ega. Ana endi bizni Bolg'or qalampirimiz uchun iyunni boshida o'sha solib pishdi boshlaydi, tersak bo'ladi. Ularga iyunni oxiri iyulga boradi, ya'ni issiq payt kelib qoladi. Bizda mayda tez kun qizib ketadi-ku bizda. Shunda hamma suvga talashadi. Chunki hamma ekkan paytda o'shanda oddiy ko'chat ekan biz. Bizning ko'chat o'sha gullagan bo'ladi. Gullagan bo'ladi, tomchi suv joriy qilib qo'ygan, suvdan muammo yo'q bizda, suv sug'oramiz. Ya'ni bizda ko'chatlar juda komfortli o'sadi. Bu aytgan sabzavotga juda ko'p e'tibor talab qiladigan sohada sabzavot, meva sabzavot. Qachon stressga tushadi? Qachonki vaqtida sug'ormasangiz. Yer iqlim isib ketib qolsa, uni vaqtida sug'oradigan, sug'ormasa yoki masalan qanday hasharotlarga siz bilar-bilmas har xil himoya vositalardan foydalansangiz stressga tushadi. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi stressga tushganligini. Ya'ni stressga tushganda ko'chat
rivojlanishi to'xtab qoladi. Immuniteti baquvvat bo'lsa chiqib ketadi, baquvvat bo'lmasa so'liydi, qotadi yoki bo'lmasa shu joyda qotib qoladi. Stressdan chiqarish vositalarini foydalanishni bilish kerak. U uchun avval stressni o'zidan xabardor bo'lish kerak. Xabardor bo'lish kerak. Stressga tushganligini bilish kerak, stressga tushganligini, uni o'zgarganligi, rang o'zgarganligidan, turish o'zgarganligidan hammasidan xabardor bo'lish kerak. Bu uchun albatta ilm. Bizga hozirgi kunduzda to'g'ri mana majbur biz xorijdan agronom olib kelishga. Yetishmayapti o'z ilmimiz. Birinchi biz Gollandiyadan olib keldik. Gollandiyada kelib, to'g'risi aytaman, hayron bo'ldik Gollandiya agronomimiz. Juda katta pul olardi oyiga, lekin bizda bo'lgan munosabatimizni ko'rib hayron bo'ldim. Bitta misol keltiraman sizga. Mana biz shishavand, oynavand Gollandiya teplisini qurdik. 250 metrga skvajina qazidik. Suv oldi. Suvni o'zimiz ichamiz suvdan. U suvni namuna olib ketdi-da, Gollandiyaga olib ketdi, qaytarib keldi, bu suv dedi bo'lmaydi dedi, pomidor dedi. Bizni majbur qilib bizga filtr qo'ydirdi. Qarang, qanaqa e'tibor. Odamzod o'zi 5 filtr ichadigan suvga pomidor yetishish uchun filtr qo'ydirdi bizga. Bu ham ilm. Ham ilm. Biz o'zi ishimiz raqamdan boshlaymiz. O'zi hamma shundan kelish kerak. Mana ertalab kelamizda kompyuter raqam bor. Bitta namlik darajasi qancha bo'ldi? Issiqlik qancha bo'ldi? Qaysi sektorda qanaqa bo'ldi? Tashqari temperatura qancha bo'ldi? Shamol qanday esdi? Namlik darajasi qanaqa bo'ldi? Hamma o'rganamiz. Quyosh darajasi necha joule bo'ldi? Misol uchun mana hozirgacha kunduz 1,5 ming joule bor bizda hozirgi kunda. Qishga borib 250 joule bo'lib qoladi. 250 joule tushib ketadi. Men bir vaqt eshitib qolamanda, issiqxona ustini yopib bo'lsam chiqarsa bo'ladi degan iloji yo'q bundan. Quyosh nurini ko'rmasa hech qanday o'simlik o'smaydi. Quyosh ko'rish kerak. Sovuq bo'lsa ham quyosh bo'lishi kerak. Bulut bo'lsa bizning muammomiz. Chunki biz sun'iy quyosh qo'yganmiz ichiga buni. Sun'iy quyosh qo'yishimizdan maqsad o'simlik stressga tushmasin, abortatsiya bo'lmasin. Bir xil hajmda mahsulot bersin. Kunlik bo'lsin mahsulot. U qolgan har 3 kunda bizda eshitsangiz har 3 kun teraman deydi. Har 2 kunda teraman, har 5 kun teraman. Biz har kun teramiz. O'simlik shunaqa narsa. Imkoniyati bormi? Imkoniyati bor. Har kuni teramiz. Bir xil tonna teriladi. Chunki bir xil oziqa beriladi. 4 soat uxlatamiz. Bu ham uxlaydi. 4 soat uxlatamiz. 20 soat ishlatamiz. Sun'iy quyosh bo'lmasa, quyosh qachon bo'ladi? 5 ta qish paytida, 5 ta uyquga ketadi o'simlik. Ya'ni ishlamaydi. Shu bilan 8 da 9 uyg'onadi. Ishlasa biz 8 soat, 9 soat ishlaydi. Biz 20 soat ishlatamiz uni. Shunga yarasha gibrid ekanmiz. Mos keladi gibrid ekan shunga yarasha. Bardosh beradi ekan, o'sha chidam beradi ekan, 2 oylik, 3 oylik emas, o'sha 165 kun, 185 kunga yetadigan gibrid ekan. Qimmat gibrid, lekin u natijasi bor. Bu ham ilm. Har kun kelganda bizda bir qiziq voqea bo'ldi. Tbilisi issiqxona xo'jaligi ko'p keldi. Bir issiqxonada bir vakil keldi-da, kelib ko'rdi-da, biz bilan gaplashib boshladi. Bilsak, bor yo'q 2 xil mineral turi ishlatar ekan. 2 xil. Biz 16 xil tur ishlatamiz. O'sha mahsulotga 16 xil tur ishlatamiz. Ichida mikrokalsiy va har xil elementlar bor ishda. Faqatgina oziqa, himoya alohida. Mana hozir biz 20 kun tayyorlayapmiz teplisani. Formalin bilan aktil bilan o'zini yo'nalishi bor. 3 kun undan 3 kundan keyin dorisi qizdiramiz teplisani maksimal o'ldirishimiz kerak ichidagi zararkunandalarni. Undan keyin ekamiz. Oynani ochib qo'yib, supurib ekib yubormaydi. Uni farmayotni ekib, orqasi sog'imli yuvib chiqamiz. Umuman imkon qoldirishimiz kerak emas. Zararkunandalarga. Ilm bugungi kunda bu ajralmas qism bo'lib qolyapti qishloq xo'jaligida. Usiz qishloq xo'jaligi rivojlanmaydi. Yana ikkinchi masala bor, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotda tatbiq qilish kerak. Bu meni fikrim qaysi ma'noda qishloq xo'jaligi bor-ku, bu xomashyo baza bo'lgan bilan bor unga lokomotiv kerak. Uni jahon bozoriga olib chiqishimiz kerak. Bizni yerlarimiz, bizni hozir imkoniyatlarimiz mahalliy bozor to'ldirib tashlaydi. Mahalliy bozorda ertaga bu darajada hamma yetishib mahalliy bozor tushadigan bo'lsa bor-ku, narx tushib ketadi-da, hamma bir-birini bankrot qo'yadi, demping qilib. Shuning uchun biz har bitta tuman kerak biz olib chiqishimiz kerak. Bu uchun har tumanda ma'naviy logistik markaz qurilishi kerak. Logistik markaz qurilsa, chunki chet el import qilib keladi-da, qani yo'qmi logistika markazi dedi. Qayerga boraman ko'rsam bo'ladi tovaring dedi. Qayerda tovar saqlaysan dedi. Qayerda dedi uni saralash uskunalaring bor dedi. Qanday qadoqlaysan dedi. Dalada qadoqlanganlar u yaqin mamlakatlarda to'g'ri keladi. Uzoq mamlakatlar bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqadir normativ bor, talab bor uni. Uni siz talabga javob berishingiz kerak. Hamma tomondan. Uni tarkibi tomondan turib, to qadoqlangan tomongacha. Uchun har tuman agar logistik markaz qurilsa, bu paxta zavod, buni don qabul qiladigan joyimiz bor.
Bu o'shaning uchinchisi bo'ladi. Ya'ni sabzavotni ham o'zini qabul qiladigan joyga aylanadi. Odamlar qo'rqmasdan ekadi. Bozor sotilmasa mana qatorlashga olib boraman, topshiraman deydi. Importyor keladi, dalil ko'rgani yaxshi, lekin oxirida men qayerdan yuk olaman deydi. Qayerdan qabul qilaman deydi. Qayerda bu saralay deydi. U tomonini biz qo'yishimiz kerak. Qadoq haqida gapirdingizda, logistika markazlari. Undan oldin yana bitta bosqich borda. Prezidentimizning tashabbuslari O'zagrostar Holding kompaniyasining asosiy vazifalaridan yana bittasi bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarining milliy brendini yaratish. O'zi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining milliy brendini yaratish nima uchun kerak deb hisoblaysiz? Mana eksportyor tadbirkor sifatida. Endi har bitta odam o'z ismi bor. Ma'lum biz mahsulot ham shunga loyiq, ya'ni nomiga loyiq. Bizning nomimiz bor o'zimizda. Endi bu yerda ikki xil yo'nalish borda. Ya'ni biz tanlab olishimiz kerak. B2C formatda ishlaymizmi yo B2B formatda ishlaymizmi? Biz hozirgacha B2B formatda ishlaymiz, bizning korxonamiz. Nima uchun? Chunki bizniki sabzavot bo'lganligi uchun buni kelgusida qayta ishlashga olib boramiz biz. To'g'ridan-to'g'ri iste'molga emas bu. Ya'ni qaysidir balkim mevada to'g'ri iste'molga yo'l qo'ysa bo'ladi. Ya'ni quritilgan qovun, quritilgan qoqa, quritilgan olma, ularda B2C formatda ishlab, uni brendingiz qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Lekin biz hozirgacha kundazda B2B formatda ishlaganimiz uchun biz kichkina qadoq qilmaymiz-da, ya'ni 12 kilolik, 17 kilolik, 20 kilolik qadoqlaymiz uni kirat qoplariga. Bizni hozirgacha kundazda bozorimiz shunga yarasha, shunaqa biz bozorimiz. Lekin biz mana bitta misol aytaman, qovoq. Qovoqni qurtamiz, Amerikaga eksport qilyapmiz. Amerika undan yosh bolalarni ozuqasini qiladi. Ya'ni детский питание deymiz. Ya'ni детский питание asosi qovoqdan tashkil topadi. Qachondir kim O'zbekistonning barcha shu narsa barpo bo'ladi. Biz o'sha qovoqni o'zimizni mahalliy ishlab chiqarib beramiz va uni nomidan tayyor mahsulotni eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lsa kerak. Shuning uchun har bitta korxona o'z nomidan chiqish, lekin oldin aytib qo'y, B2C og'irroq kirish. Chunki qarang, har bitta davlatda o'zini nomi bor. Ichkarida igrok deymiz-da, ya'ni igrok deymiz o'sha, har bitta o'sha yo'nalish igroki bor. Yana qo'shimcha kirib borish bu og'ir tuyuladi, chunki uni surasiz siz. Ya'ni talab shakllangan, siz qo'shimcha taklif bilan kiryapsiz ularga. Prямо rastaga. Bozorda yo'q bo'lsa yutug'ingiz. Bozorda shu ayni analog yo'q bo'lsa siz yutug'ingiz. Bozorga kirishning yo'li bor. Ya'ni ko'z bilan ko'rib qaror qabul qilaman va ong bilan ko'rib qaror qabul qilaman. Ya'ni ko'z bilan ko'rib degani, ya'ni bozorda bor narsani qilaman degani bu. Ya'ni siz olmani qurtdingizda, deylik, Yevro bozoriga kiryapsiz. Polsha bor bu yerda, Serbiya bor, Vengriya bor, Ukraina bor, hammasini aynan shu mahsuloti bor. Siz tanlashingiz kerak. Yo narx bilan yutishingiz kerak ularni. Chunki nimadir ular jalb qilishingiz kerak endi. Sifat bilan yoki emasam bu marketing xod deymiz buni, qanaqadir bir o'ylab topish kerak, ichida vitamin D bor deymizmi, E bor deymizmi, qanaqadir ilmiy asoslangan holda odam organizmi aynan shu olma foydali degan bir qanday g'oya bilan kiramizmi? Ya'ni bu marketingga bog'liq, kirish kerak bunga. Lekin mana quritilgan qovun O'zbekistonda boshqa bugungi kunda taklifi yo'q. Bozorga kirish, uni ikkinchi muammosi o'rgatish kerak o'sha xalqda. Bizda mangoni qanday yeymiz? Bizlar ham qovun shunday, masalan, biz mango har kun yeymiz, ananas har kun yeymiz. To'g'rimi? Olma navbat har kun yeymiz, qovun har kun yeymiz. Ularda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Shu bilan o'rgatish kerak, ko'niktirish kerak, reklama qilish kerak, marketing ishlash kerak. Sizga bitta misol aytaman, 2018-yili Gretsiyaga ko'rgazmaga borishimiz kerak, ko'rgazmaga. Kechqurun soat 3da telefonim qo'ng'iroq jiringlayapti. Olsam, hayron bo'ldim. 3da bo'lsam, Gretsiyadagi konsul telefon qilyapti. Siz o'sha delegatsiyasida bor ekansiz, qaysi soha vakilisiz, sizga qaysi yo'nalishda hamkor tayyorlab qo'ydi. Shunaqa ham xursand bo'ldik. Bu qachon bo'lgan bu? Elchi telefon qilib, kelyapsiz ekan, men sizga hamkor tayyorlab qo'ydi. Qachon bo'lmagan bunaqa bizda. Bordik, bizni kutib olishdi, katta ko'rgazma bo'ldi. 2018-yillarda. Hozir har bir ko'rgazmada elchixona keladi. Ish qanday tashkillashtirilgan hozir? Ko'rgazmada boramiz, qatnashamiz, maksimalni mijoz yig'amizda bizdan keyin elchixona davom ettiradi biz ishimizni. Bizning mahsulotimizni namunani olib qoladi, biz kontrakt olib qoladi, ular davom ettiradi. Qachon bo'lgan bu narsa? 1 yil ichida ham, 6 oy ichida mana Germaniya elchixonasi biz necha marta elchixona telefon aloqaga chiqib, falon firma tuyurishda deb biz tanishtirgan paytlar ham bo'ldi. Bu juda katta tadbirkor imkoniyat hozir bu. Ayniqsa jahon bozoriga chiqishga. Masalan, boya aytgan gap, agar qani brendni yaratsak-da, uni olib chiqib shu brend bilan ichkari bozorga kirsak, bundan katta yutuq bormi hozir?